Xullas jigarlar 2020-yil sizlar uchun top-toza mexanika Cobalt topib qo'ydim. Metallari bor, motor umuman ochilmagan, ko'ryapsizlar? Yaxshi turibdi. ABS bor, hamma narsasi joy-joyida. Balon holatlari ham yaxshi holatda, mexi balon qo'yilgan, shumkalari yo'q. Xo'p, elektropaket 2020-yil holi poliga bor, probiga 219 ming bo'pti. Halol ekan, video registrator bar. Hamma narsasi joy-joyida, tarpida, chexor. Akalar qarab mingan qayerdan bilsangiz bular. Mana qaranglar, laminat qilingan, obshivka, hammasi laminatlar qilingan, orqalari tonirovka bo'lgan akalar. Laminatlar charchab qopti. Xullas Toshkent shaharida yurgan mashina aka srochniy pul kerak ekan, sotaman deyaptilar. O'zi qarshilik bo'lgani bilan Toshkentda ekan ishlari, o'shaning uchun sotaman. Mashina toza, bittagina mayda pitnochasi bor akalar. Kursinglar bo'ladi, niklar yopishtirilgan. Pitnochasi ham mana aka, yaxshilab qarasanglar mana shu yerda. Bir qarichgina pitnochasi ozginagina qisilgan ekan. O'shaning uchun ustalar ham eringandan sepib Mashina idealni chotki holatda bir qo'l mashina. Generalni ham beraman deb aytibdilar. Ko'rib, ko'rsatib, tekshirib turib olaveringlar akalar, hamma narsasiga aka kattaga deb javob deb aytibdilar. Telefon nomerlarini pastga qoldiraman, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'lar. 2020 219 ming yurgan. Kraskalari toza, bitta kichkinagina piyoladagina pitnochasi bor. Telefon nomeri pastda. Narxiga keladigan bo'lsa akalar, narxi 107 million. Kelishiladigan joy bor. Srochniga telefon qilaverasizlar.